Azizlar, Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga tushirgan Qur'oni Karimida odoblar aytilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarida odoblar aytilgan. Musulmonlar xulqini go'zallashtirishga va har bir narsani diqqat bilan e'tiborga olishga din chaqirgan azizlar. Va innaka la'ala xuluqin azim. Ey Habibim, siz juda ham ulkan xulqni sohibisiz, egasiz. Boshqa oyatlarda ey mo'minlar, ovozinglarni payg'ambar oldiga ko'tarmanglar. Ey mo'minlar, uylaringizga 3 mahalda ota-onalar oldiga kirmanglar. Juda ham ko'p odoblar Qur'onda aytilgan azizlar. Men mana bahsni shu mavzuda ochishimdan maqsad hayron qolasizlar, Ka'batullohning yonidagi mana masjidlar bor. Bizga sizamiz masjidi, bekellar hamma biladi. Ka'baning yonida bu yerda bor. Mana bor, mana ichkaridagi 2-3 ta masjidlar bor. Har doim goho gasida bo'lib qolsak, haramda ozoni aytilmasdan turib bular ozon chaqirmaydi. Bu odobni qarangda. Haramda ozoni chaqirilmaguncha bular ozon aytmaydi. Ya'ni haramdan keyin kamida bir 10 sekund, 15 sekund, goho 20 sekund, goho 5 sekunddan keyin aytishadi. Shuni men bildimda, endi nima bo'lsa ham Ka'batullohni hurmatdan keyin turamiz. Bunaqa ishlar tarixda ko'p bo'lgan. Mo'minlar sultoni bo'lgan Turklar sultoni Sulton Ahmad yoki Sulton Ahmad jome masjidini Istanbuldagi shuni qurar ekan, ega 6 ta minora qurgan. Mana o'shaga minora qurgan. 6 ta. Mo'minlar bittasi kelib, shayxlar bittasi, olimlar bittasi kelib, sultonim bir qosh qonimdan keching. Ka'baning atrofida ham 6 ta minora bor. Bunday qilsak beodobsizlik bo'lib qoladi. Desa uzr, rostdan e'tibor bermayapmiz. Shayx uzr, rahmat eslatganingizga deb ashaqdan ustalar olib kelib Ka'batullohning yoniga 7-minorani qurgan. Ka'bani atrofi Masjidul Harom bizdan oliy bo'lsin. Biz qurgan masjiddan ko'ra yuqori bo'lsin. Zikri baland bo'lsin degan maqsadda qurdirgan azizlar. Bunaqa odoblarni musulmon odam albatta rioya qilishga to'g'ri keladi. Har zamon, har vaqt rioya qilishga to'g'ri keladi. Chunki odobsiz odam Allohning nazdida ham, payg'ambarimiz nazdida ham hurmat yo'qolib qoladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom zamonasida Rasulullohga Yamandan elchilar kelgan. O'sha Yamandan kelgan elchilar to'g'ri Baqiy qabristoni oldiga yetib kelgandan keyin tuyalarini tushib Rasulullohning yoniga kelyapmiz deb yugurishgan. Hamma yugurib kirib, potirab kirib, Rasululloh oldiga kirib, hammasi o'tirib, "Ya Rasululloh, siz oldiga shoshilib keldik." Ashana qilsa, Rasululloh qarab tursa, karvonda bitta yosh yigit qolgan ekan. Qolib, hamma tartiblab kelgan. Mana haramda ozon aytdi. Mana haram ozon aytyapti. Allohu akbar, Alloh. Haramda ozonlari Madina ozonidan ko'ra bo'lishadi. Ana endi men masjid aytyapti. Ko'rasizlarmi? Shu 10 sekund, 15 sekundda odob saqlab turishadi. Iyadagi ozonlar bu hammasi haramda ozonidan keyin yayraydi. Men shuni kutib turdim. Vaqtinglarni oldim, uzr. Eshitganinglarga rahmat masalan. Hali bolaning ismi Ashajja Abdul Qays. Chashilmasdan hamma tuyasini bog'lab, sochlarini salpa ho'llab, tekislab, kang libosini yangi libosga almashtirib, keyin Rasululloh oldiga kelganda senda ikkita xulq bor ekan. Alloh Rasuli yaxshi ko'rgan xulq bor ekan.
halimlik va shoshilmaslik deganlar. Shuncha aytaman, azizlar, xulqlarimizni to'g'rilashimiz kerak inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh.